Assalomu alaykum, hurmatli BBT Tracks kanali kuzatuvchilari, hurmatli bizani kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan birgalikda Pfaff Tiger V bortovoy stendim, ya'ni bortlik tent avtofurgonini birgalikda obzorini ko'ramiz. Kelinglar, bir boshidan. Hop. Dvigatelimiz 4.2 litr hajmdagi Yuchay dvigateli bilan jihozlangan bo'lib, 130 ta ot kuchiga ega bo'ladi. Shinalarimizning razmeri R16 bilan bo'ladi. Oldida bittalik, orqasida ko'rib turganingizdek qo'sh balon bo'ladi. Hop, bakimizda 100 litr hajmga ega bo'ladi hamda ushbu avtofurgonimiz dizel yoqilg'isida harakat qiladi va o'rtacha 100 kilometrga 15-16 litr yoqilg'i sarf qiladi. Yana bir ma'lumot o'rnida, agar gaz qo'ymoqchi bo'lsanglar, hurmatli obunachilar, aziz shopir akalarimiz, ushbu avtofurgonga gaz qo'yish umuman muammo emas. Ya'ni dvigatelimiz apparatligidan kelib chiqsa, ushbu avtofurgonga muammosiz gaz uskunasini o'rnatsanglar bo'ladi. Xohlang metan, xohlang propan. Garantiya bo'yicha kuyib ketadimi, kuymaydimi degan savollar tug'ilishi mumkin. Ha, rost, savolingiz o'rinli. Agar gaz uskunasini o'rnatmoqchi bo'lsanglar, garantiyadan faqat dvigatelimiz chiqadi. Bu rost, rasman. Lekin qanday holatlarda gaz qo'ysanglar garantiya buzilmaydi. Bu korobka va most garantiyadan chiqmaydi. Shu joyi eng kerakli важный detal element hisoblanadi va o'zingiz uchun bilib qo'ysanglar bo'ladi. Korobka va most garantiyadan chiqmaydi. Hop, davom etamiz akalar. Yana qiziq joylarini keling, mana bu yoqdachi. Mana shu avtofurgonimizda yoqilg'i o'sha bezopasnosti bo'yicha, ya'ni yong'in xavfsizligi bo'yicha ham o'zingizlarga kerakli asbob uskunalarni solib qo'ysanglar bo'ladi. Shu ya'ni agnochil deymizmi, o'shalarni solib olib yursanglar bo'ladi shu yerda. Yana bir detal, kelinglar, buni ham ko'rsatamiz. Haydovchilarimiz uchun yo'lda har xil hodisa voqealar bo'ladi. Qo'lingizga kirib qoldi, loy bo'lib qoldi deylar. Mana bu yoqda bemalol vodoprovod qidirib yurmaysizlar. Mana shu bakka ichiga suv solib qo'ysanglar, bu yoqda mana kremini ham joyi bor. Krem solib qo'ysanglar, shundoq gelni olib suv bilan tirtir qo'llar yuvib tozalab ketaverasizlar yo'l-yo'lga. Hop, endi yuk ortish joyiga keldik. Hop, hurmatli obunachilar, ushbu avtofurgonimizda bortovoy stendim bo'ladi, ya'ni bortlik tent. Bortimizning qalinligi 2 mm bo'ladi hamda sifatli tent qoplamasidan iborat bo'ladi. Hop, yuk ortmoqchi bo'lsanglar mana bemalol 24.7, ya'ni 25 ta ham bo'ladi, 25 kublik ushbu yuk ortish bort qismiga ega bo'ladi. Hop, uzunlik eni, bo'yinlarini ham hozir uzunlik o'lchamliklarini ham aytib o'tsam. Hop, uzunasiga 5 metr 10 sm ga ega bo'lsa, eni hamda bo'yi 2 metr 20 sm dan bo'ladi. Hamda yuk ortish qobiliyati pasportida 6 tonna 500 kiloni tashkil qilmoqda. Ha, juda ham baquvvat. Endi pasportida 6 tonna 500 bo'lgani bilan baribir bizani o'zbekchilikni bilasiz. Kamida shu 8-9-10 tonna ortmasdan qo'yishmaydi, lekin shu tonnalarni ham shu avtofurgonimiz bemalol ko'tara oladi. Texnik parametri bunga bemalol bardoshli va baquvvat qilib ishlangan. Hop, yana bir detal. Bu yoqda ham mana yashigimiz bor ekan. Bemalol shu asbob uskuna anjomlarni solib qo'yib ketsa bo'lar ekan. Kalitlar bilan birgalikda. Hop, endi keling, resorlarni ham ko'rsatib qo'ying qanaqa ishlanganligini. Andijonda Vun kompaniyasi tomonidan juda baquvvat, juda sifatli bo'lgan resorlardan foydalanib, mana o'zini Pfaff zavodskoy holatidagi resorlari turibdi. 10+4, ya'ni 14 ta orqada resori mavjud bo'ladi. Endi oldin ham bitta aytib o'tamiz, oldida 7 ta resori bo'ladi. 7 ta resori bo'ladi. Endi mana buni massani mendan ham yaxshi bilishadi shopir akalar, bu yerda massa joylashgan bo'ladi. Mashinamiz o'sha off on, mana bu yerda yozib ham ko'rsatib qo'yilgan, ya'ni o'sha o'tini ham ko'rsatib qo'yasiz. Shu akkumulyatorimiz o'tirib qolishini oldini oladi shu massa. Bu ham bitta fishka. Hurmatli obunachilar, endi sizlar bilan birgalikda живой ushbu avtofurgon bilan katta trassaga chiqamiz. Mana hozir operator akalarimiz ham birgalikda biz bilan hamroh bo'lishadi. Shopir akamiz o'zlaridan живой izohlar so'raymiz. Qanaqa o'zini tutyapti ushbu mashina? Hadovoy, tormoz, korobka qanaqa? O'zlaridan hozir realniy живой o'tiblarini eshitamiz. Qani unda ketdik. Ukalar, mana hozir biz yo'lga ham chiqib oldik. Sento'g'ri avtofurgonimizda mana hozir живой endi shopir akamizlar yo'lda qanaqa o'zini tutyapti ushbu mashina hozir mana ko'rib bilasiz. Hop, uka.
Mana ketyapsiz, tormozlari qalay? Birinchi so'raydigan narsamiz, hadovoylari qalay ekan? Skoroskga qalay tushyapti? Yurishlari qanaqa? Mana hozir 300 ketyapmiz, boshda ozgina sakratyapti, lekin yuriblar. Telefoni yerga yopishib, cho'tga ketadi. Nima deysiz, to'g'rimi? To'g'ri. Tormozlari zo'ragan. O'zingizga vaqtlar eshityapsizlar. Nomiga bossanchilyapti. Yaxshi. Vallahi yo'lni ham ko'rsatib qo'yamiz, unda yo'lda yana davom etamiz. Mana o'zingizlar hozir ko'rdinglar, guvohi bo'ldinglar. Sho'pir akamizlar realni o'zliklarini eshitdinglar. Sizga ham ushbu avtofurgonimizda qiziq bo'lyaptimi yoki bizda boshqa texnikalar ham bor, hurmatli obunachilar. Samotsval deysizlarmi, spets texnikalar ham deysizlarmi? Yoki o'sha kran manipulyatorlar, malakovoz, benzovozlar deysan, hammasi sotuvda mavjud. Qiziq bo'lsa, xarid qilmoqchi bo'lsanglar, avtosalonimizga tashrif buyuringlar. O'zingizlar haydab ko'ringlar. Realni his qilib ko'ringlar mashinani, qanaqa o'zingizlarda haydab. Va undan keyin mana yoqsa, shartnoma olib, to'lov qilib, mashinani avtosalonimizdan haydab chiqib ketaverasiz. Ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz uchun pastda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Kreditga ham, lizingga ham xarid qilsanglar bo'ladi. Barchasi bo'yicha yordam beramiz, ma'lumotini beramiz. Va kanalimizga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar, yangi video qo'yilsa, bu haqda sizlarga xabar boradi. Bizlarni kuzatib borishda davom etinglar. Keyingi videolarimizda uchrashguncha sog' bo'linglar, o'zingizlarni asranglar.